Assalomualaikum aziz obunachilar. Mana meduza posonimiz 230 ga 3 ta tumbasi bilan bo'ladi. Hop, materiallari teddiy materiallar bo'ladi. Pampesli, purjinali bo'ladi. 22 klotda paronlari, garantiyalari bor akalar. Bu yerda haytek posonimiz, bular ham yarim haytek deyiladi. Qo'li baliq qo'y. Mana stollari 10 paxtali stol bo'ladi. Ikkitadan tumbasi bor. Bu ham teddiy material deyiladi. Mana bunisi haytek mo'shli materiali to'rttalik 230 ga 330 razmerda ikkita tumbasi bo'ladi. Stollari bor mana. Bunisi mana meduza poson. Mo'shli materiallar bu ham mana akalar. Qo'pon taxtali stollari 230 ga 430 bo'ladi razmerlar aka. 3 ta fufiga bo'ladi aka.